Nilufar, mana siz bilan birinchi marotaba sessiyamizni tugatdik. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Sessiyadan keyin to'g'risini aytsam, men kechirdim deb o'ylagan odamlarimni kechirmagan ekanman. Ich-ichimda turgan ekan o'sha gapirib berayotganimda ich-ichimda og'riq sezdim. Demak, u kechirdim deb o'ylaganim baribir ongi ostimda saqlanib qolgan. O'shalarni olib tashlaganimdan juda ham yengilman, juda ham xursand bo'ldim. Avvalambor hamma narsani Allohga tavakkal qilish kerak, lekin bu narsa ham men ich-ichimdan ishonaman bu narsa borligiga. Chunki rostdan ham men his qildim. Men prosta deb kelgandim, to'g'risini aytaman. Prosta bo'ladi deb, ne, prosta bo'lmas ekan. Даже shu darajada emotsiyamni ushlab ololmaganimdan u boshidan oxirigacha bir 2 soat yig'ladim desam ham bo'ladi. Rahmat sizga Gulnora opa. Xudo xohlasa boshqa sessiyalaringizda albatta kutib qoling. Hammasi zo'r bo'ldi, qizlar. Kelinglar albatta. Bu vashi boshqacha bo'ladi. Nima bo'yicha ishladik siz bilan? Pulga ochilish, uy, mashina pulim bo'lsa ham ololmayotganim sabablari o'sha bo'yicha qildik. Demak, ildizlarida xafachiliklar yotgan ekan. Xafachilik ham yo'lingizni ochilishiga qo'ymas ekan. Demak, sizni 2 yoshingiz, 4 yoshingizdan toki shu yoshingizgacha bo'lgan hamma voqealar ko'tarildi va ulardagi xafachiliklar olib tashlandi. O'sha paytda bir borib keldim-da, to'g'risi. Borib keldim. Bunaqa og'riqli bo'ladi deb o'ylamagandim. Chunki men kechirdim deb o'ylagandim. Demasam, yo'q, bo'ldi, men ularni o'ylamayman. Hammaga rahmat, men ularni o'ylamayman deganlarimni his qildim, og'riqman. Lekin aslida kechirilmagan, mana shu sessiyada chuqur raskopkada ular kavlab olib tashlandi va og'riqlar butun umrga olib tashlandi. Xudo xolasa, kechirimli bo'lish juda ham yoqimli va yaxshi fazilat, lekin hamma xohlaydi, buni eplolmaydi. Biz esa raskopka orqali buni olib tashlaymiz. Odam o'zi xohlashi kerak ekan. Demak, keyingi sessiyalarimizda kutib qolamiz sizni Xudo xohlasa. Endi coachingga yoziladi. Da, albatta, Xudo xohlasa. Rahmat.